Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tengmisizlar, ahvolar yaxshimi? Hozir Xurvatanda Karsoydamiz. Bu yerga hozir adashmasam 4ta 5ta mashin turibdi-da, prilojeniyada hozir ko'rsataman. Soat 12dan 5ta o'tdi. Kechasi soat 12dan 5ta o'tdi. Hozir prilojeniyadan ko'ramiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. 5 ta mashin turibmiz akalar, mana 1, 2, 3, 4, mana bu 5. 5 ta mashin, 3 ta telefon, bu yoqda ham nima turibdi, prilojeniya turibdi. Zakaz yo'q. Og'amiz, sherigimiz uxlab qolyaptilar. Ha, og'a? Necha soatdan beri zakaz yo'q? Ondan beri yo'q zakaz. 2 soat bo'ldimi? 2 soat bo'ldi. 2 soatdan beri azizlar zakaz yo'q ekan. Sizlar qiling. Endi 5 ta mashin bu onlayn taksidan ko'ryapman. Endi Alo taksidan bilmayman nechta mashin turibdi. Hozir bu yerda 3 ta telefon. Tak 2 ta onlayn, bitta Alo taksi turibdi. Menda Alo taksi yo'q. 2 oylar bo'lib qoldi ishlamaganimga. Men Karsoyda ham ko'rsatib olay dedi sizlarga mana. Bu yerda nechta mashin turibdi mana. Bu yoqda har zamonda o'zlari qizdirib turishibdi. Kunchalik sovuq emas-ku, baribir sal sovuqroqda. Og'amiz ikkovimiz endi mana shu yerga qarovullikda olmasak bo'lmaydi. Har kecha shu yerdamiz, og'a. Biron so'm hech kim pul bermayapti-da. Qarovullikka ham biron oylik bersa tursak ekan. Shuni aytyapman, mana shu Karsoyda qarovul kerak bo'lsa, azizlar murojaat qilaveringlar, chunki ancha turyapmiz-da. Ismini almashib, mana bu yoq tashlab ketaman, o'zim borib kelaman, bu yoqqa ketadi, men qolaman, xullas shunaqa qilib bironta qarovullikka ish bo'lsa ham aytaveringlar, azizlar, uchotda bitta taksi bilan qoplata olmayapmiz-da. Zakaz qilib turinglar, hech bo'lmasa onlayndan har zamon. Hozir uyga kirib ketaman, lekin tingillatib qo'ymaysizlar uxlaganni. Kamitda keyin aqranalikka nimaga metanga turamiz u yetmagan. Metanga aqranalik bo'lib turibsiz, ha? Necha soatga oldingizmi? Bugun engilni oldim, 2 soatga yetmay oldimi, u marta 5 soatga oldim. 5 soat. Ey g'arib. Ketamizmi uyga? Bilmadim endi, yana ozroq turaylik. Og'ani mashinalari ham mana yonma-yon turibmiz, mana shu yerda turibdi. Yonma-yon turibmiz, birovga zakaz qilsin deb. Hech yo'qki zakaz bo'lsa-da. Bo'lmasam og'a, sizni klientlarga Xudoga topshirib men ketaman. Insof qilib bironta zakaz berib qolsa agar, bitta ikkita o'ring og'a. Bildim. Mayli o'zim. Tasvirdan men endi soat o'zim ko'rdingiz-ku, 12dan 10ta o'tyapti og'a. Mayli og'a, men bilmasam. Ertalar nasib bo'lsa ishga chiqamiz. Bo'pti. Mayli og'a, yaxshi bo'ling. Telefonlarni zarini to'ldirib qo'ying. Mayli. Ana shunaqa gaplar azizlar, endi Xudoning bergani. Biza kunlik planni bugun bajara olmadik. Endi Xudoga shukr, nolish yo'q. Bugun chiqim ko'payib ketdi. Boshqazonni hayron qoldirib yubordik, mashinani ham boshqazonni hayron qoldirib yubordik. Bu yerga 10 ta benzin qo'yib yubordim men. 10 ta benzinni bu ближайший 4-5 oyda ko'rgani yo'q edi. Mayli azizlar, sog' bo'lasizlar.